Barchaga assalomu alaykum. Siz Komoxuz kanalidasiz. Bu yerda biz sizlar bilan teri parvarishi to'g'risidagi ma'lumotlarimiz bilan bo'lishamiz. Har bir ayolda 200 ming so'mgacha bo'lishi kerak bo'lgan eng yaxshi parvarish va pardoz vositalari to'g'risida gaplashamiz. Ushbu hamyonbop mahsulotlarimiz har qanday turdagi teriga mos keladi va har bir qizning sumkasida bo'lishi shart. Keling boshlaymiz. Birinchi mahsulotimiz Roundlab brendining Doktor lineykasidagi toneri bo'lib, ushbu toner universal tonik bo'lib, u teri uchun sut singari ta'sir qiladi. Ya'ni terini namlantiradi, tinchlantiradi, uni parvarish bosqichlariga tayyorlaydi. Tarkibida dengiz suvining minerallari, pantenol va alantoin mavjud. U ertalabki va kechki parvarish uchun juda ham mos keladi. Ikkinchi mahsulotimiz Lion Ben Roll-on dezodoranti bilan yoqimsiz hid va terlashni unutib yuborasiz. Ushbu yaponcha rolikli dezodorant ishlatishda juda qulay bo'lib va u o'z vazifalarini mukammal bajaradi. Terini umuman ta'sirlantirmaydi. Aytib o'tganimizdek, ortiqcha terlashni nazorat qiladi va yoqimsiz hidni bartaraf etadi. Hozirgi paytda internetda hamma gapirayotgan mikroignalarni sinab ko'rmoqchimisiz? Unda siz albatta ushbu kremni sinab ko'rishingiz kerak bo'ladi. Bu mashhur Riddle Shotning alternativasi bo'ladi. Uni hamyonbop narxda bizning do'konimizda xarid qilishingiz mumkin. Dermofactory brendi qadoqlash va marketingga umuman pul sarflamaydi. Mana shuning uchun ham uning barcha mahsulotlari hamyonbopdir. Ushbu krem hali biron bir yomon shart olmagan. Mijozlarimiz faqat maqtab chiqishadi. Bu krem 20 ming ppm mikroignalarini o'z ichiga oladi. Oddiy qilib aytganda, bu juda ham ko'p. Mikroignalar bakuchol va E vitamini bilan to'ldirilgan bo'lib, ular teriga ozuqaviy moddalarning chuqur va tez kirishiga yordam beradi. Bu esa ajinlarni tekislashga va terining mustahkamligini sezilarli darajada oshirishga yordam beradi. Uchinchi hamyonbop mahsulotlarimizdan biri bu Roman brendining Classic Milk balzamlaridir. Bu lab uchun mo'ljallangan balzamlarimiz eng sevimli mahsulotlarimizdan biri hisoblanadi. Chunki lablaringizni namlantiradi, oziqlantiradi va yopishqoqlik hissini qoldirmaydi. Do'konimizda siz juda ko'p ranglari bilan tanishib chiqishingiz mumkin. Nude rangidan boshlab hatto yaltirab turadigan ranglarigacha. Albatta har kungi foydalanish uchun ham to'g'ri keladi. Mening eng sevimli ranglarimdan biri bu 13-raqamdir. U lablarimda yaltirab turadi va namlantirib qo'yadi. Hattoki yorilib ketgan lablarni ham davolaydi. Ishonchimiz komilki, siz hali ham tintlarni ishlatib ko'rmagansiz. Yaqin orada tint ishlatib ko'rmoqchi bo'lsangiz, albatta hit lineykalaridan boshlang. Bu Roman brendining Juicy Lasting tintlari bo'ladi. Bir marta surtishning o'zi yetarli bo'ladi va uning rangi to kechgacha lablaringizda saqlanib qoladi. Umuman quritib yubormaydi. Narxiga keladigan bo'lsak, u kafedagi tushligingizdan ham arzondir. Mana siz uchun hamyonbop mini toplam yig'ib berdik. Bular tonik, dezodorant, krem va ikkita lab mahsulotlaridan iborat va bularning barchasi 200 ming so'mgacha. Arzon, samarali va chiroyli. Shartlarda ushbu vositalardan qaysilarini allaqachon sinab ko'rganingizni yozib qoldiring va ushbu mahsulotlarimizni men o'zimda sinab ko'rishimni xohlarmidingiz? Javoblaringizni kutib qolamiz. Videoga like bosing, kanalimizga obuna bo'ling. Keyingi videolarda ko'rishguncha